Siz musulmonsiz. Nega bizga yordam berdingiz? Musulmon avval insonning e'tiqodiga emas, zolim yo mazlum ekaniga qaraydi. Siz ozchilik edingiz, ular ko'p edi. Bunday zulmga jim tura olmasdik. Oling shuni. Dubulg'alaringizni yeching. Yech dedim, Salohiddin. Salohiddin bizga xo'rak tashlab, ilintirmoqchi bo'ldi. Ammo aslida biz unga xo'rak tashladik. Salohiddin Qudusni bosibdi. Qirolichaning mehmonini qo'riqlashimiz kerak. Qaysi xonada? Sizni saroydan olib chiqishimiz kerak. Saroydan chiqdik, ammo Qudusdan qanday chiqamiz? Hamma yoq askarga to'la. Meni shafqatsiz dushman qo'lidan olib chiqdingiz. Hammangiz tog' hojasining jannatiga loyiqsiz. Sen esa jahannamni bo'ylaysan. Salohiddin